19-unit shops and shopping, ya'ni do'konlar va savdo yoki xarid degan ma'noni bildiryapti. A part kinds of shops. Kind degani ham tur, nav degan ma'noni bildiradi. Endi sifat holatida mehribon degan ma'nosi ham bor. Kind bu yerda tur. Xo'p, aytyapti ekan do'kon turlari. Birinchisi butcher. Butcher o'qiladi ya. Bitta tekshirib qo'yaylik. Har safar tekshiraman, esimdan chiqib qolaveradi ya. Talaffuzda yo butcher yoki butcherda. Butcher. Butcher ekan mana. Menda ham xato bo'ladi bola. Butcher. Keyingisi bu qassobxona degan ma'noni bildiradi. Qassobxona yoki qushxona ham deyishadi bizda. Hop, keyingisi post office. Post office degani bu yerda pochta idorasi. Supermarket bilasizlar, bookshop bu kitob do'koni. Hop, baker. Baker degani bu yerda nonvoyxona. Nonvoyxona desanglar ham bo'ladi. Buni sinonimi bakery bo'ladi. Bakery. Hop, keyingisi pastda department store. Nima degani edi bu? Dilrabo, department store. Savdo majmuasi xuddiki Navro'zmal bilan O'zbegimga o'xshagan. Bo'ldi. Ya'ni o'z ichida hamma turdagi savdoni o'z ichiga oladida. Misol aytaylik, bolalar uchun yegulikmi, kiyimmi, farqi yo'q, hammasi kirib ketadi. Majmuasi. Xo'p, keyingisi chemist. Bu apteka degan ma'noni bildiradi. Apteka degan ma'noni bildiradi. Keyingisi news agent, ya'ni matbuot. Hozir matbuotlar yo'q bo'lib ketishini bilmadim. Xo'p, keyingisi gift shop. Buni bilasizlar, ya'ni sovg'alar do'koni. Do'koni. Endi bizda bitta narsa berib ketyapti ana. These words are also for people's job deyapti ekan. Yani jobs. Ya'ni bu yerda berilgan mana yulduzcha bor, mana yulduzchaning shakli. Mana yerda butcher da berilgan, hop baker da berilgan, hop chemist da berilgan, and news agent da berilgan so'zlar ham insonlarning kasbi ham hisoblanadi. Misol aytaylik, biz birinchisi bu yerda butcher deb yozgan bo'lsak, qassobxona deb gapirgan bo'lsak, bu yerda e, insonni kasbi ham bo'la oladi deyapmiz. Ya'ni buni qassob deb yozsak ham bo'ladi. Yulduzchasi borladi. Bu yerda baker nonvoyxona deb yozgan bo'lsak, bu yerda endi nonvoy deb gapirsak ham bo'ladi buni. Nonvoy. Hop, keyingisi department store'da yo'q. Chemistda bu yerda apteka bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi ma'nosi insonni kasbi. Ya'ni aptekachi bo'lsa ham bo'ladi. Keyingisi news agent, bu yerda matbuot yoki matbuotchi deb yozsangiz ham yoki aytsangiz ham bo'ladi. Ya'ni albatta yulduzchalari berilgani. We often add s and say I'm going the news agents to get the paper. Bu yerda s qo'shimchasini qo'shasiz, ya'ni matbuotga ketyapman yoki aptekaga ketyapman deyish uchun s qo'shimchasini qo'shib gapiramiz. And do you want anything from the butchers? Ya'ni qassobnikidan yoki qassobxonadan biror narsa kerakmi degan ma'noda. Hop, B part in the department store, ya'ni savdo majmuasidagi holat. A department store is a large shop which sells a lot of different things: clothes, beauty products, toys, etc. Ya'ni bu yerda hozirgi ta'kidlagan gapim, ya'ni savdo majmuasi yoki savdo markazi deb gapirsak ham bo'ladi. Bu katta do'kon, qaysiki turli xil narsalar sotadigan. Ya'ni bular kiyimlar bo'lishi mumkin, go'zallik mahsulotlari, o'yinchoqlarmi, farqi yo'q. Xo'p, ichida bizda qavatlar bor. Basement bor bizda. Buni yerto'la deb gapirsak bo'ladi. Yoki podval deb gapirsanglar ham bo'ladi. Ya'ni rus tilida. Xo'p, bitta narsani aytib ketay bola. Inglizlarda, nemislarda, ya'ni ularni birinchi qavati biz ikkinchi qavatga to'g'ri keladi. Bizni birinchi qavatimiz ularga yer qavatga to'g'ri keladi. Aslida o'ylasak, bir qavatli bino degan tushuncha yo'qda. O'zbekistonda misol aytaylik, u yer ustida turibdi-da, ya'ni bir qavat deyish uchun birorta qavatning ustida turgan bo'lishi kerak. Как ideya shunaqada, inglizlarda короче ularni ikkinchi qavati bizni uchinchi qavatga to'g'ri keladi yoki ularni birinchi qavati bizni ikkinchi qavatga turadi. Biz endi agar ground floor deganga to'g'ri keladi bizdagi birinchi qavat, ya'ni yer qavatga nisbatan. First floor, second floor, third floor, first floor. Hop, yani basementda, ya'ni yerto'lada electricals, ya'ni elektronik jihozlar, food, taom. Hop, keyingisi yer qavatda beauty, ya'ni go'zallik uchun mahsulotlar. First floor, ya'ni birinchi qavat bizdagi ikkinchi qavatga nisbatan women's wear,
ya'ni ayollar kiyimlari. Keyingisi second floor esa menswear, erkaklar kiyimi va children's department, ya'ni bolalar bo'limi. Ya'ni department degani qism, bo'lim deb ataganmiz. Third floor furniture, ya'ni bu yerda mebel deb ataganmiz buni. Mebel qanaqa otida sanaladiganmi, sanalmaydiganmi? Hop, sanalmaydigan ot Sanalmaydi. hisoblanadi. Sanalmaydigan ot hisoblanadi. Ya'ni uni biz furnitures deb ayta olmaymiz. And the fourth floor, ya'ni 4 qavat, toys, restaurant, ya'ni o'yinchoqlar va restoranlar. Hop, C part, signs in shops. Sign degani belgi, ishora deb yodlaganmiz. Ya'ni belgi, hmm, ishora deb yodlaganmiz. Hop, aytyapti-da, open, closed, cash desk, please pay here. Cash desk degani cash desk. Uh, kassa desanglar ham bo'ladi yoki to'lov stoli desanglar ham bo'ladi. Push degani bu itaring degan ma'noni bildiradi. Push yoki bu anaqa bu buyruq ma'noda kelyapti, itarmoq degan ma'nosi bor. Pull esa tortmoq bo'ladi. Behruz? Behruz. Hop, depart. Ovozim boryaptimi bola? Kelyapti domla. Behruz nimadir qilyapti shekilli. Hop, departda expressions, iboralar. Ya'ni shop assistant o'tgan safar o'tdik, ya'ni do'kon yordamchisi bo'ldi. Can I help you? Ya'ni sizga yordam bera olamanmi? Hop, aytyapti-ki, customer bu yerda mijoz bo'ladi. Can I try this shirt on? Nima degan ma'noni bildiryapti? Dilrabo? Men Ayting. o'sha uni Aytavering. bilmayman domla. Voy bolalar, o'sha narsani eslanglar. Kiyib ko'rmoq. Listening deb o'tdik-ku. Try'ni ma'nosi o'zi harakat qilmoq, urinmoq degan ma'noni bildiradi. Ta'kidladim, bundan oldingi ovqat haqida mavzu kelsa, o'sha ovqatni tatib ko'rmoq, ya'ni sinab ko'rmoq degan ma'noda. Agar kiyim mavzuda keladigan bo'lsak, kiyib ko'rmoq bo'ladi. Misol aytaylik, sotib olishdan oldin kiyib ko'ramiz, shunga nisbatan. Ya'ni can I try this shirt on? Ya'ni men futbolkani kiyib ko'rsam bo'ladimi? Have you got a bigger, smaller size or a different color? Ya'ni boshqa rangda yoki kichikroq o'lchamda yoki kattaroq o'lchamda bormi degan ma'noda. Shop assistant. No, I'm sorry. That's the only one. Faqatgina bir dona. Customer. Okay, I'll take it. How much does it cost? Yani narx qancha turadi? Shop assistant. 22 pound. Keyingisi can I pay by check? Check. Bu check deganinglar bu anaqa chet elda oldin qanaqa bo'lgan? Chek bilan savdo ham bo'lganda, misol boy badavlat insonlar chek yozib beraman desa, uni bankdan borib yetib kelishardi-da, chek. Bu unaqa to'lov varaqasi emas, lekin bu unaqa pul o'rnida o'tadi, lekin uni nimasi bo'ladi? Oldingi boylar kinolarda ko'rgan bo'lsak, chek yozib beraman deydi-yu. Chek yozib bersa, o'shandan to'lov qolsa bo'laveradi degani. Hop, shop assistant keyingisi do'kon xodimasi no credit card, debit card or cash. Cash degani bu yerda naqd pul bo'ladi, nechga. Cash deb bo'lmaydi, cash o'qiladi. Cash naqd pul. Hop, keyingisi sorry, I have only 50 note. Note degani pul. Bolalar mana qanaqa aytsak bo'ladi? Men ham o'zbek tilida lug'atim yetmayapti to'g'risi. Misol aytaylik, bizda 10 mingtalik pul bor, 50 mingtalik pul bor, 20 mingtalik pul bor deb gapiramiz-ku, to'g'rimi? Bunda ham inglizlarda ham shunaqa narsa bor-da, mana qaranglar. I only have a 50 note. Ya'ni menda faqatgina 50 funtlik pulim bor ekan deyapti-da. Ya'ni 50 funt umumiy summa emas, bitta 50 mingtalik puli bor ekan. I don't have any change. Ya'ni buni qaytimim yoki mayda pulim yo'q deyapti. Shop assistant, that's okay. Here is your receipt. Receipt degani bu retsept, ya'ni to'lov varaqasi. Would you like a bag? Ya'ni carrier bag degani olib yurish sumkasi yoki setkasi yoki paketi. Ya'ni sotib olgan mahsulot